Bu aytadigan gapimizni sal teparoqdan olib kelaman. Endi vaqtim sal yurish kerak. Ahmad ibn Hanbal degan ahli sunna va jamoani mazhab boshliqlaridan birlari bor. Ahmad ibn Hanbal ko'pchiligimiz eshitganmiz. Mana shu Ahmad ibn Hanbal xalifaning zulmidan juda ko'p aziyat chekishadi. Qur'onda maxluq yoki maxluq emasligi masalasida juda ko'p zarbalar, kaltaklar, shunaqa darra uriladi boshqa. O'shanda ham Qur'on maxluq emas, bu Allohning kalomi deb qattiq turib olishadi. O'shanda ustilarda kiygan liboslarini yana bir mazhab boshlig'imiz Imom Shofiy rahmatullohi alayh bir odamga aytar ekanlarki, o'sha Ahmad ibn Hanbal xalifaning zulmida qiynalgan holatda kiygan kiyimini menga olib kelib ber deyshar ekanda. Haligi odam borib olib kelgandan keyin bergisi kelmay qoladi. Bu Ahmad ibn Hanbalning libosi juda bir qimmatbaho shekilli. Bo'lmasa bu Imom Shofiy buni menga olib keltirmas edi. Bu o'sha kuni kiygan choponi ekan bu deb bergisi kelmay qoladi. Hali mashhur odamlarni bitta salfetkasi ham qimmatbaho bo'lib ketyapti hozir. Unday o'sha odam ham qizg'anchiligi tutib qolib, "Yo'q, buni bermayman endi sizga. O'zim olib keldim, o'zimga" deb turyapti. Shunda Imom Shofiy rahmatullohi alayhi aytibdilarki, "Bo'pti, o'sha o'zingga qoladi. Faqat bizga berib tur, uni yuvib suvini olib qolaylik" deyshibdi-da. Suvni nima qilasizlar deysa, hujralarda o'qigan yo madrasalarda o'qiyib turgan zehni past qorilarga shunga yuzingni yuvib olgin, zehning ochiladi deb zora shunda umid qilamiz degan ekan. Men buni nimaga aytyapman bilasizlarmi? Kecha ijtimoiy tarmoqlarda bir o'zbek polvonini o'ldirib ketishdi. Ko'rdilarmi internetda? 5-6 ta nomard odamlar kelib mashinaga sudrab olib chiqib ketishdi. Bu yoqda 6 ta 7 ta o'g'il bolalar tomosha qilib turibdi. Bitta qiz borib olishdi haligilar bilan. Ko'rdilaringmi? Kuchi yetmadi. Men nima demoqchiman? O'sha yerda tomoshabin bo'lib turgan nomardlar o'sha qizni uyiga borib, "Paypog'ingizni bering, yuvib yuzimizni yuvoraylik" deydi. Zora o'sha qizzoqqa bir mardonavorchilik, o'sha bolalarda haysiyat bir paydo bo'lsa. Shunaqa bo'ladimi mo'min musulmonda? Bir insonni urib tepib mashinaga olib chiqib o'ldirib ketsa, erkak kishi qarab turadimi ko'chada? O'sha yerda turgan bolalarga shu suhbatimiz yetib borsa, maslahat shu. Xuddi o'sha Ahmad ibn Hanbalning kiyimlarini suvini olib qorilarga yuvdirsa, zehni ochilganga o'xshab, o'sha qizni paypog'ini borib so'rashsinda, "Opa, paypog'ingizni bering, suvga bir betimizni yuvoraylik, erkakligimiz uyg'onsin" deysiz. Bitta bolani 20 yil katta qilib, qatorga qo'shib, sportsmen qilib, yurtimizning nomini dunyoga taratadi deb katta qilgan otani yig'lab o'tiribdi bugun. Mayli taqdir Allohdan, lekin qanday qilib tomoshabin bo'lib turish mumkin? O'zbek bo'lib turib, o'zbekni shunaqa qilishsa. Hatto boshqa millat bo'lsa ham bu qarab turiladigan narsa emas bu. Inson-ku axir. Muhtaram ahli jamoa, hadislarda man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu bi yadihi deyiladi. Kim bir munkar ishni ko'rsa, uni qo'li bilan qaytarsin deyiladi. Mana shu iymonning eng ustun darajasi shu.